Assalomu alaykum. Bugun bizda ikkita masala bor. Birinchisi, birinchi razminka uchun olgan taskimiz bor edi. O'shani qanday qilingan, o'sha narsani ko'rib chiqamiz. Ikkinchi masala, sizlarga bitta challenge bor. Uni shu videoning oxirida e'lon qilaman. Давайте task ko'rib chiqishdan boshlaylik. O'zi nima qilish kerak edi? Lead call stage'ga o'tgandan keyin unga mana bu oyna ochilishi kerak edi. Bu yoqda oddiy kalkulyatorcha yasash kerak edi. Xo'p. Birinchisi mana bu stage'ni qo'shishdan ko'rib chiqaylik. CRM'da kirganda bu yoqda stage'lar turadi. Call degan stage default holatda yo'q. Bu yoqdan qo'shib olamiz. Qo'shganimizda masalan qo'shilib davomidan olsak bo'ladi. Xo'p. Kiramiz va endi mana bu narsa tryuk qanday qilingan? Kirib studioni ochadigan bo'lsak va mana bu oynaga o'tadigan bo'lsak, mana invisible turibdi. Shartli invisible conditional stage callga teng bo'lmasa ko'rinmasin deb qo'yilgan. Calldan boshqa stagega o'tsa ko'rinmaydi. Shunaqa shart qo'yib qo'yilgan. Shuning uchun callga olgan vaqtimizgina ko'rinadi, undan keyin ko'rinmay qoladi. O'zi bizga faqat shu vaqt kerak, xolos. Undan uyog'i почти kerak emas. Xo'p, endi ichiga kiramiz. Bizda mana bu yoqda sotuv menejeri kiritadigan inputlar bor. Xo'p, crop bu selection field. Value'larni ko'radigan bo'lsak, hozircha mana shular. Bu selection field, mana bu field bo'ladi. Xo'p. Bularni uchalasini float inputlar. Oddiy mana bu yerdagi float decimal fieldlar. Bu tomon ham hammasi float fieldlar. Farqi nimada? Bu tomonlarini sotuvchi kirita oladi. Bu tomonni o'zgartira olmaydi sotuvchi. Endi kalkulyatsiyalar qanday qilinganiga keladigan bo'lsak, kalkulyatsiyalar mana bu joyda kirganda fieldlarni compute qilish mumkin. Ya'ni ichiga hisob-kitob yozish mumkin. Xo'p, oldindan aytib o'taman, bu best practice qilinmagan. Просто maksimalni tez решение qilingan. Nega unaqa deyapman? Nega best practice qilinmagan deyapman? Mana bu formani ichida berilgan hammasi mana bu yerdagi kalkulyatsiyalarning hammasi bitta blokka ichiga yozilgan. Bitta fieldni mana shu net profit gain degan fieldni ichidagi compute ga yozilgan. Bu nimaga yomon? Hozir tushuntiraman uni. Bu tomonga ochib olaylik. Xo'p. Mana bu yerda dependency degan narsa bor. Mana bu dependencylar nima? Mana bu kod ishlashi uchun mana shu 4 ta field bo'lishi kerak. Bu bizdagi bu 4 ta field, bu mana bu 4 ta field. Mana bu 4 ta. Xo'p, muammo nimada deydigan bo'lsak, mana shu fieldlarni qaysi biridir o'zgarsa, mana bu kod qaytadan ishlaydi. Buni muammosi shunda, bunday qilish kerak emas. Masalan, bu yoqda qancha vazn yo'qotishi-yu, narxi qancha vaqtda pikka chiqishi, pikdan tushishi, elektrichествоni yeyishi, hammasi mana shu yoqda hisoblangan. Просто
vaqtdan tejash uchun. Atak bunday qilish noto'g'ri. Har birini, mana shularni har birini o'zini kodini yozib chiqqan, bu best practice. Shunday qilish kerak bo'ladi. Xo'p, kodga keladigan bo'lsak. Kodda hech qanaqa qiyin yoki nima algoritm yo'q. Metrikalarimiz narxi qachon pikka chiqadi va qachon tushishni boshlaydi. Og'irlikni yo'qotishi va elektr tokini iste'moli. Bu yerga plus minuslar bilan filtrlarga qiymatlarni biriktirib chiqqanmiz. Bo'ldi. Shuni o'zi bo'lgan va все. Masalan, mana buni o'ziga ko'radigan bo'lsak, read only qo'yilmagan. Nimaga? Chunki kompyuter metodlar default holatda o'zgartirib bo'lmaydigan read only holatda bo'ladi. Bularga nimaga read only qo'yilgan? Chunki bularga kompyuter yozilmagan. Agar bularga ham kompyuter yozilsa, mana bu read only ni qo'yish shart bo'lmaydi. O'zi avtomatik shunaqa read only holatga o'tib qoladi. Xo'p. Taskni qilish shundan iborat. Unaqa qiyin joyi, boshqa narsasi yo'q. Kodi ham juda oddiy. Xo'p, sizlarga aytmoqchi bo'lgan endi challenge'imga kelsak, u nima? Biz o'ta sodda ssenariyni ko'ruvdik. Masalan, bizda 3 ta meva bor. Masalan, tonnasini kirgizadi, bitta mevani tonnasini kirgizadi, hozirgi narxini kirgizadi necha oy saqlamoqchiligini kirgizadi. Bu yerga hisob-kitob qilib keladi. Lekin real dunyoda vaziyat sal boshqacharoq bo'ladi. Nima? Kamdan kam bo'lganda faqat bitta meva bo'ladi. Masalan, faqat 3 ta meva saqlaydigan xolodilnik, u ham g'alati ham. Masalan, sotuvchi o'zi qo'sha olishi kerak. Bu yoqqa aytaylik, hozir bu yoqqa yana ananasni ham qo'shamiz deylik. Yoki uzumni qo'shamiz deylik. Qo'shmoqchi bo'lgan holatimizda unga yana audio ekspert kerak bo'lib qoladi-da bu yoqqa. Kirganda bunga mana bu yerga u studiodan kirib, bu yoqqa bosib, kirib uzunni ham qo'shib qo'yish kerak. Va buni o'zi yetarli emas. Mana bu yoqqa kompyuter ichiga kirib, mana ideal holatda har birini ichiga mana kirib turib, bu yoqqa kodidan ham mana buni metrikalarini qo'yib chiqish kerak bo'ladi. Bu juda yumshoq qilib aytganda noto'g'ri. Buni mana shu narsani maksimalni murakkablashtirish kerak. Murakkablashtirish degani nima bu? Masalan, sotuvchi kiritadigan inputlarni qiyin qilib yuborish emas. Aytish mumkin, sotuvchi masalan o'zi qo'shib olishi mumkin. Uzumni masalan o'zi qo'sha oladigan holatga olib kelishimiz kerak bo'ladi. O'zi qo'sha oladigan holatga olib kelishimiz kerak bo'ladi. Xuddi stagega o'xshab, xuddi boshqa holatlarga o'xshab. Masalan, teglarda ham 1 2 o'zi qo'sha olyapti. Shunaqa holat bo'lishi kerak. Va mana bu ichkarida biz bergan metrikalarni, mana bu narsani har bir mevani o'ziga xos vazn yo'qotadigan metrikalari bo'lishi mumkin. O'shanaqa metrikalarni mana shu yoqqa kiritib ketish kerak bo'ladi. Shunga o'xshash joyga. Sotuvchi o'zi ham yangi mevalarni qo'shib, boshqa narsalarni qo'shib, texnik bilimi yo'q odam ham bemalol ishlata oladigan bo'lishi kerak va eng asosiy qismi bu sizlarning kreativliginglar. Maksimalni murakkablashtirib, maksimalni
universallashtirish kerak bo'ladi bu joyi. Qanaqa решение sizlar bera olasizlar? Bizda bazaviy setup bor. O'ta bazaviy, xo'p, bitta mashinani oladigan bo'lsak, kuzov chala-chulpa tayyor deylik. Mana shu holatda. Sizlardan kerak bo'ladigan narsa qolgan qismlarini buni realniy dunyoda cho'tki ishlaydigan qilib olib kelish. Teza yo'q bunda. Sizlarga teza berilmaydi. Bu yo'g'i sizlarning kreativliginglar va xo'p biznes proseslarni yoki biznesni ko'ra olishinglar, problemalarni ko'ra olishinglarga bog'liq bo'ladi. Omad tilayman.